Mazlumlarning nidasi. Armanlarının sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet meyvesi. Uygur nidası Tor Radyosu. Uygur nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınızlar Uygur nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde imravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtındaki halkımız təqdirge münasibetlik muhim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til söygüsü yetildiriş nişanı bilen vatan davasida tigişlik mecburiyetini ada qilishni maqsad qilgan Uygur nidası Tor radyo televiziyasi dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom ve salamlarını yollaydı. Yürüki vatan deb soqqan vicdan egalarining moddiy ve ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kapolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tonutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidir. Her son 60 bet etrafında Siyrat O'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi ve taraqqiyoti sizning jurnalimizga mushtari bo'lib, yaqindan qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Dunyoning har qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uyg'ur oilasi qolmasligi uchun Siyrat O'smirlar jurnaliga mushtari bo'ling. Mushtari teping ve tavsiya qiling. Tomchi ko'l bo'lur, qo'llasanglar taraqqiy qilur. Tirishchanlik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Kamoli ehtirom bilan Siyrat O'smirlar jurnali. Telefon numari 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib efendi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketalaydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijon Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi Artuç Buğra 2015@gmail.com. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Bugun 29 yanvar yakshanba. Men bu haftalik anglitishimizning riyosatchisi Abdusalom Uyg'ur. Tövəndə mən sizlərə bu haftalik anglitishimizni qısqacha tunishtirib o'taman. Aldı bilan anglaydiganinglar o'z va ixtiyoriy muxbirlarimiz tayyorlagan mikro xabarlar sahifasi. Buningda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga munosabatlik o'tgan bir haftalik qisqa xabarlar anglitildi. Orqadan anglaydiganinglar muloyizalar. Bu sahifamizda vatan ichi va sirtidagi xalqimizning taqdiriga munosabatlik voqea hodisalar haqida tahlil va istiqbolimizga munosabatlik yangi ko'z qarashlar diqqatingizga sunildi. Undan keyin anglaydiganinglar ruh durdonalari sahifasi. Bu sahifamizda klassik va hozirgi zamon yozuvchi shoirlarining esil asarlari huzuringizga sunildi. Oxirida anglaydiganinglar kechmish va ibrat sahifasi. Saltanatlik tariximizning şan şöhret ve ibret bilen toyungan sahifeleri diqqatingizga sunuldu. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Qarxonning anglitishida tövəndə anglaydiganinglar mikro xabarlar. Bu xabarlarni o'z muxbirimiz Artuç Buğra tayyorladi. Sharqiy Turkistonda 40 nafar Uyg'urga sud ochildi. Sharqiy Turkistonning Korli shahri Lopnur nahiyasining Qarchug'i yezisida 2017-yili 1-oyning 24-kuni ochiq sud ochilib, 40 nafar Uyg'ur ilgari islom dinini yer osti maktablarida o'rgangan degan jinoyat bilan sudlangan. Bu sudga Lopnur nahiyasi va Qarchug'i yezisidan bo'lib 5000 dan ortiq kishi majburiy qatnashgan. Ularning qachon qo'lga ilinganligi hamda ularning qancha yillik qamoqqa mahkum qilinganligi oshkor qilinmagan bo'lsa-mu, ammo ularning bu bo'hton bilan uzun yillik qamoqqa mahkum qilinganligi aniq. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni har xil bo'htonlar bilan og'ir jazolayotganligi oshkor bo'lmoqda. Tumarisning anglitishida o'z xabarimiz. Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida 300 ga yaqin Uyg'ur tutqun qilindi. Sharqiy Turkistondan egillagan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, 2016-yili 12-oyning 15-kuni G'ulji shahridagi Aydın masjidi imomining uyini Qozonchi saqchixonasidagi saqchilar aqtirish davomida uydagi tamoq yegan qochqumushlarning ko'pligidan gumonlanib, uyni keng ko'lamlik aqtirgan. Bunun bilan yer osti uyida tarbiyalanayotgan 10 dan ortiq bola pash bo'lib qolgan. Xitoy saqchilari imomni va bolalarning hammasini tutib, Qozonchi saqchixonasiga olib so'lagan. So'roqdan keyin bolalarning ota-onasi va ularga yordam qilganlar bo'lib, 300 ga yaqin Uyg'urni tutqun qilgan. Şunun bilan G'ulji shahrida keng ko'lamlik yer osti uylarini aqtirish boshlangan. O'z aqida e'tiqodi uchun zo'r badallarni to'layotgan aziz xalqimizning hurlik amilligi uchun muhojiratga Uyg'urlarning har vaqt solih duoni unutib qolmasligini tavsiya qilamiz. O'z xabarimiz. G'ulji shahrida bir Uyg'ur yosh tutqun qilindi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlarida muqimlik nomidagi bostirishga kuch chiqargan sekretarlarni Sharqiy Turkistonning shimoliy rayonidagi shaharlarga yo'tkab xizmatni qanot yaydirganligi ma'lum. Qashqar shahrining Xitoy sekretarini G'ulji shahriga sekretar qilib yo'tkab kelib, G'uljidagi Uyg'urlarni ta'qib qilish, aqtirishni kuchaytganligi buning bir misoli. 2017-yili 1-oyning 5-kuni Xitoy saqchilari G'ulji shahri Taxtibeshi mahallasidagi bir Uyg'ur yoshining uyiga besib kirib, majburiy aqtirish elib borgan. Bu jarayonda Uyg'ur yosh Xitoy saqchilarining Xitoy qonuniga uyg'un holda harakat elib berishini, normal turmushiga daxl qilmasligini ta'kidlagan. Buningga javoban Xitoy saqchilar Uyg'ur yoshni xizmatga daxl ta'ruz qildi deb qattiq urgan. Tayoq chidamagan Uyg'ur yosh uyidagi pichoqni elib, bir Xitoy saqchini naq maydonda jahannamga yo'lga solgan.
Voqea yuz bergandan keyin Uyg'ur yoshining Xitoy tajovuzchilarining alayda qismlari tarafidan urib yaralandirilib, qo'lga ilinganligi ma'lum. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Hozir Qarxonning anglitishida xabar anglayapsizlar. Bugun, ya'ni 2017-yil 1-oyning 21-kuni Norvegiyaning poytaxti Oslodagi Uyg'ur Islom madaniyat markazi masjidida elib berilayotgan duo tilovat faoliyatida muhojiratdagi hayotida Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatida o'z xalqining hurlik va ozodligi uchun uzun yil xizmat qilgan va o'chmas izlarni qoldirib, bu olam bilan vidolashgan marhum diniy olim jamoat arbobi ustozimiz Abdulhakimxon Ma'sum Hojim akimizning vafotiga maxsus atab o'tkazilgan bu duo tilovat faoliyatini naq maydondan ziyorat qilyapmiz. Val Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu milletning Ömer Hacim ötgendek bir milletin bir alimning chiqishi nayt zor bedellarni iqtisodiy va ma'naviy ijtimoiy jihatlardan zo'r bedel to'lagan vaqtida u olim anodikin yetişip çıkıdı. Meyli dini pendi bolsun, meyli penni pendi bolsun. Bunda alimning çıkıp bizning aramızdan vaqtsiz ketişi biz üçün en çoğun yo'qotish. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Ziyoratimizni Norvegiya Islom madaniyat markazining imomi Ömer Hacim kamdan boshlaylik. Ömer Hacim ka bugungi mushu Abdulhakimxon Ma'sum ustozimiz Abdulhakimxon Ma'sum Hacim kamninki mushu vafotiga atab alayda faoliyat elib beribsizlar, duo tilovat faoliyati. Mush to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Oldi bilan marhum ustozimizning yot qayrinjini Alloh jannatul firdavs qilib bersin. Oila tavobatlarga, yaqinlarga Alloh sabri ato qilsin. Qolgan peshqadam o'limalarimiz va ustozlarimizni Alloh umr uzun qilsin. Bütün jamoatimizningki kelganiga Alloh rahmat, qadamlarga barakat, xayrlik bo'lsin. Biz ham de Ma'sum Hojim kamniki tugab ketishiga uzun vaqt o'tkazmay qildik. Varliq jiroq bo'lgandan keyin jamoatniki shu yangi yildan keyin shu vaqtni baldıraq xabar berib, bugun Osloning har tarafidagi jamoatlar, ko'p jamoatlar keldi. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Bizniki bu o'tkazish maqsad olim o'limalarimizniki bir ishlarni turishtirish, ham duo takbir o'tkazish, ham jamoatimizga vatanimizdagi bo'layotgan zulmni, Xitoy tajovuzlarining razilligini anglatish sababidan o'tkazdik. Rahmat sizga Ömer Hacimka. Hurmatli radio anglag'uchilar, o't yurak ustozimiz Abdulhakimxon Ma'sum Hojim bu olamdan o'z xalqining hurligi va ozodligi uchun nurg'unlagan orzu armon va yaxshi planlarini fani olamda qoldirib, boqi olamga ketdi. Biz, ya'ni tomirlarda Uyg'urning qini o'qchib eqiyotgan tirik Uyg'ur avlodlar marhum o't yurak olimimizning orzu armonlarini amalga oshirish uchun ittifoqlashmasak va sagaklik bilan tirishmasak, biz ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz. Әмді huzurunlarga vatan içi sırtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim voqea hadislar haqida tahlil va istiqbolimizga munosabatlik yangi ko'z qarashlarni sunishni maqsad qilgan muloyizalar programmamizni anglatamiz. Bu haftalik muloyizalar sayfimizda Alama Muhammad Iqbolning Sharq Turkistonga bo'lgan qarashi va Pokiston siyosatchilarining xiyonati nomli maqolaning davomini olamiz. Maqola avtori Mirkamil Qashqarli. Növbətdəki Pakistan siyasiyonlarının yalğız Şərq Türkistanlıqlarına emas, bəlkə öz dövlətinin qurğucu dahiləri və fikir atılarına qandaqlarca xiyonət qılıbatqanlığını tuluq görüb çıxışımız üçün qənəmsə aldı bilən Pakistanның fikir atısı, ataqlıq İslam mütəfəkkürü və şairi
Allama Muhammad Iqbalning qisqacha tarjimaligiga qarab chiqayli. Muhammad Iqbalning hayoti va fikrlari. Professor doktor Allama Muhammad Iqbal Yevropa va G'arb dunyosida sharq shoiri va sharq mutafakkiri deb taniladi. İslam dünyasında bolsa Qur'on shoiri, islom shoiri, islom mutafakkiri, Pakistanning ma'naviy qurg'uvchisi, yaqinqi davr islom uyg'onishining eng avangard bayroqdori degan sifatlar bilan tilga ilinadi. Hatta G'arb dunyosidan tortib Pakistan, Misr qatorliq islom ellarining ba'zi atoqli universitetlarida Allama Iqbalning fikr qarashlarini tadqiq qiladigan doktorlik va magistrlik bo'limlari ta'sis qilinganligi hamda nurg'un kishilarning mushu soha bo'yicha doktorlik va magistrlik unvonlariga erishganligi ma'lum. Pokistondami uning nomida ochilgan universitet va kutubxonalar nurg'un. Ammo vatanimizda bo'lsa, biz uni faqatla Pokiston shoiri deb bilamiz. Buning sababini Allama Muhammad Iqbalning asarlarining texnicha Uyg'urcha tarjima qilinmaganligi, uning fikrlari va islom uyg'onish harakatiga qo'shgan to'kpilari bilan Uyg'ur o'qirmanlarining tunishmaganligi deb ko'rsatsak bo'ladi. Men kichik vaqtimda Qashqarda jahondagi mashhur shaxslar degan bir kitobda Allama Iqbalning 3-4 betlik qisqacha tarjimalini o'qiganim yodimda. Muhammad Iqbal 1873-yili Hindistonga qarashliq, hozirgi Pokistonga qaraydigan Panjab o'lkasining Sialkot shahrida dunyoga kelgan. Kichigidila dadisining Qur'onni yaxshi tushunay desang, xuddi sana nozil qilinayotgan kayfiyatda o'qi degan nasihatining ta'sirida ajoyib ishtiyoq bilan Qur'on yod olgan. Ondan o'qituvchilarining yo'l ko'rsatishi bilan islom adabiyotini berilib o'qigan. U oliy ma'rifni tamomlagandan keyin sharq tillari fakultetida o'qituvchilikka tayinlangan. Ma'lum mezgildan keyin o'qituvchilikni tashlab Angliyaga berib 1905-yili Cambridge universitetida falsafa va iqtisodiy bo'limini muvaffaqiyatli tamomlagan. Muhammad Iqbalning asarlari va fikrlari. Iqbal aslida Lahordagi cheg'idla she'r yozishni boshlagan bo'lib, Angliyadami she'r ijodiyatini davomlashtirib hammaga tanilgan va Londonda ma'lum mezgilgacha arab tili va adabiyoti fakultetida o'qituvchilik qilgan. Bu jarayonda yana ko'p qatim islomiy konferenslarni chaqirib, ilmiy leksiyalarni so'zlagan. Londonda turish jarayonida yana bir tarafdan qonun fakultetini bitirib, sudiyalik unvoniga erishgan. Ondan Myunik universitetida falsafada doktorlik o'qish uchun Germaniyaga o'tgan. Uning islom falsafasiga bir hassa nomli tadqiqot xarakterlik asari dal shu mezgilda nashr qilingan. Bu uning falsafa sohasida yozgan tunji asari bo'lib, toki shu soha bo'yicha ikkinchi asri nashr qilinganga qadar sharqshunoslikdagi muhim ahamiyatini yo'qotmay saqlab kelgan. Uning 1908-yili Hindistonga qaytgan vaqti dal Istanbulda ikkinchi mashrutiyat e'lon qilinib, xalifalik og'dirilish oldida turgan va butun islom dunyosi qattiq tengorqash va umidsizlik ichida qolgan davrlarga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa, uning asosli fikri islom ummatini bu bo'hrondan qanday qutqizishdan iborat bo'lgan. İslam dünyasının kelgüsüge nisbeten o'ylaganlari va o'ziga xos fikrlari bo'lg'achqa siyosatni emgak qilish, g'urur va shon-sharafga da'vat qilish deb ta'riflab, aktiv siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullangan. U Hindistonga kelibla adabiy xizmatlarini boshlagan bo'lib, uning Hindistondagi musulmon mujohidlarga atab yozgan she'rlari musulmonlarning Angliya mustamlikasiga qarshi qo'zg'alishida va oxirida Pokiston Islom Jumhuriyatining qurilishida eng muhim ideologiyalik rol o'ynagan. Javidnoma, ya'ni Mangunoma, Payami Mashriq, Sharqning qo'zg'alishi, Zaburi Ajam, Ajam Zaburi, İslamda dini tefekkürünün qaytadan şekillenishi, Asrai Xudi, özlükning siri,
qatorliq asarlari bilan bir tarafdan yangi bir inson obrazining moddiy va ma'naviy qurilishini shakllantirishga tirishgan bo'lsa, yana bir tarafdan yangi va sagak bir xalq to'pi, ya'ni ijtimoiy jamiyatni shakllantirish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan. Uning islomda tafakkurning qaytadan shakllanishi nomli asri butun ilmiy va falsafaviy tajribalarning samarasi bo'lgan ajoyib nodir asarlar hisoblanadi. Bu asarlarda musulmonlarning shaklvozligiga va haqiqiy islom ro'yidan uzoqlashib ketayotganligiga faryod qilib, iymoni bearam, namozda ishtiyoq yo'q, tashla undoq iymonni, tashla undoq namozni degan sadolarni yo'ritish orqali xuddi Abduhga o'xshash bir inqilobni istaydiganligini o'ttirg'i qo'ygan. Musulmonlarning vatan, millat, islom va ummatning nima dardda ekanligi bilan kori yo'q. Namoz va iymonning tashqi shakliga isilib olib, ishki ro'yidan mahrum qilayotganligiga qarshi cho'qon yig'latgan. Jamshidning qadami hozirmi qo'llarda parlayotdi. Aylan ve əmdi şişi uyunug'ila hakimiyet. Bunda qaldiki bir islom diyari uchun eng muhim ish islohatdir, islohat degan misralari orqali o'zini jamiyatni isloh qilishga ataganligini, chunki xalqning islom ingini isloh qilmay, ularni islomning haqiqiy ro'yiga purkab, nafsoniyatchilikdan qutqizmay turib, har zabunliq orasidan nijotlik yo'li topqili bo'lmaydiganligini o'ttirg'i qo'ygan. Ataqlıq cəmiyyətshunos doktor Ali Shariati Muhammad Iqbalga baho berib mundaq deb yozgan. Ahli va falsafaviy fikrlari uni shariatning go'zalliklari va o'zgacha aloyidliklaridan mahrum qilmadi. Shuningdek, shariatning yuzakiligi uni cho'nqur falsafaviy tafakkurlardan ayirib qo'ymadi. Dini e'tiqodi uni konservativlikka so'rimaganga o'xshash, ochiq dunyo qarshimi uning iymonini qalbidan yulib ololmadi. Siyosat uni yangi hadislar ramkasiga sulab qo'ya olmadi. Ilm, irfon ruhini va tuyg'ularni ko'k ko'targanida xalqning ta'tir peshonasining siyosatga yo'nalish belgilashidan iborat ta'tir qismatni bir minutmi nazardan soqit qilmadi. Qisqasi, u Mevlana Jaloliddin Rumiyga o'xshash tafakkur qiladigan, Nasir Qusrovoga o'xshash iymon she'rlarini yozadigan, Sayyid Jamolga o'xshash musulmon xalqlarni ishg'oliyatdan qutqizish yo'lida tinimsiz urush qiladigan, Tagorga o'xshash madaniy uyg'unish harakatini mutlaq aqlga cho'qinib qilish fojiasidan qutqizish yo'lida kurash qiladigan bir zot edi. Yig'inchoqlab aytganda, iymonliq bo'lish deganlik İbrahim alayhissalomga o'xshash qiyin xatar ichida bo'lishni ko'rsatdi degan mardona qarashlarini ilgari surgan Muhammad Iqbal ham maharibshunos, ham inqilobchi, ham shoir bo'lib 20-asrdagi eng ilg'or islom mutafakkirlarining birisi hisoblanadi. U 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida Shimoliy Afrikadan, Misrdan, İran'dan ve Türkiye'den yükselgen İslam uyg'unish hareketi iqimining eng avangard bayraktarlarından biriydi. Onu eng ökündürgen iş halepilikning yiqilishi bilan irqvozlik mikroblarida zaharlangan İslam dünyasının parça bölünüp bir-birlab tajovuzchilikka uchrayotganligi edi. Şoňa u öz she'rlarida bütün kuchi bilan birlik va qarindoshlikni asliga keltirish kerakligini ta'kidlash uchun diniy qarindoshlikni ko'p tavsiya qiladi. Uning qarashicha, bundaq millatlar usti birlik va qarindoshlikni barpo qilish faqat islom orqali mumkin edi. İslami qarindoshlik asosidagi ijtimoiy jamiyatni barpo qilmay turib, islom dunyosining g'arb va sharq tajovuzchiligiga taqobil tura olishi mumkin emas edi. Uning Pokiston Islom Cumhuriyeti tasavvurimi bütün dünya musulmonlarini o'z atrofida bir gavdiga aylandira oladigan va o'tmishdagi shon sharafiga sazovar qila oladigan ulgulik islom davlatidan birini qurishdan iborat edi. Şoňa Angliya ishg'oliyatiga qarshi kurashni e'tiqod bilan bir gavdalashtirib, Pokistonning ma'nosi nima? La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah degan shuar atrofiga Hindistondagi har qaysi millat musulmonlarini to'play olgan edi.
Gerçi Alama Muhammed Iqbal Pakistan İslam Cumhuriyetining qurilishini o'z ko'zi bilan ko'rishga sazovar bo'lolmay, Pakistan qurilishidan 9 yil ilgari, ya'ni 1938 yili 21 aprelda dunyo bilan vidolashgan bo'lsa-mu, ammo Pakistan parlament binosining ustiga Pakistonning ma'nosi nima? La ilaha illalloh Muhammadin Rasululloh degan shior yozilgan va Pokistonning davlat asosiy qonuni Qur'on va hadisdir deb aniq belgilangan bir islom jumhuriyatining ma'naviy doyisi va ma'naviy qurg'uvchisi sifatida har doim hurmat bilan xotirlanib kelmoqda. Muhammad Iqbalning she'rlaridagi g'oyaviy shahar Qashqar. Әмді оның Qashqar tilga ilingan dаңlıq she'riga kelsak, o she'rdimi bütün dünya musulmonlarining birlik va qarindoshlik ruhini faqat islom orqali barpo qilg'ili bo'lganligi, islomning qandoqdir faqatla axloqni isloh qilishni targ'ib qilmasdan, balki bütün insoniyat dunyosining ijtimoiy hayotida irqiy va milliy nuqtai nazarlardan ustun, xolis odamiylik vijdon ingini paydo qila oladigan bir tadrijiy inqilobni barpo qilishni nishon qildiganligi mazmun qilingan. Masalan, millat rishtisi va intizomi sharqning nijotlik nuridir. Faqatla osiyoliklar bexabar bu haqiqatdan texicha. Bir bo'lsin musulmonlar haramni qo'g'dash uchun Nil sohilidan tortib toki Qashqar tuproqlargacha. Agar musulmonning irqiy kimligi dindan ustun kelsa, xuddi to'pi to'zongdek dunyodan to'ziydi mangugacha degan bu misralardami konservativ millatchilikning, ya'ni til, irq, rang va jug'rofiyaviy o'xshamasliklar ustiga qurilgan tor millatchilikning musulmonlarni parchalab yo'qotish uchun g'arbning o'tirg'i tashlagan eng muhim yilisi ekanligini ilgari surdi. Bu yili nayrangga taqabul turishning chorasi dal shuning aksicha ruh, ideya va nazariyani asos qilgan milliylashish ekanligini, shunda qilgandila islom dunyosining yo'qotib qo'ygan shon sharafini qaytadan tiklayalaydiganligini o'tirg'i qo'ydi. Bu she'r islom dunyosining birligi nuqtasidan Iqbalning eng ulgilik va eng vakil xarakterlik she'ri bo'lg'achqa, ta hozirgacha boshlang'ich va o'tir maktablarda darslik qilib o'qitilmoqda. Hozirmi Pokiston va Hindistonda qandoqli chaqda ummatning va islom dunyosining birligidan so'z ochilsa, mushu she'r o'qilmay qolmaydi. Har yili o'nlagan yig'in va faoliyatlarga bir bo'lsin musulmonlar haramni qo'g'dash uchun Nil sohilidan tortib toki Qashqar tuproqlarigacha degan bu misralar bosh tema qilib ishlatiladi. Mana bu vajidan Hindiston, Pokiston, Bengal cümleden bütün Janubiy Osiyoda Qashqarning va Uyg'urlarning tunilishiga ajoyib cho'ng rol o'ynagan deyalaymiz. Şuna hozirgi chaqda Sharq Turkiston desa bilmaydigan Pokistonliklar va Hindistonlik musulmonlarmi Qashqar desa darhol biladi va bu mashhur she'rni asga oladi. Bu she'rni muloyiza qilgandimi Muhammad Iqbalning shu davrdagi Qashqar vaziyatidan haqiqatanmi to'liq xabardor ekanligini osonla ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu haqda nurg'un tadqiqotchilarning har xil qarashlari bor. She'rdagi Nil sohildan tortib Qashqar tuproqlarigacha degan misrada tanlangan so'zlarning simovliq ma'nosi, ishki mohiyati va shu davr sharoiti bilan bo'lgan munosabatini keng doirlik munozara qilgan pokistonlik ustozlar bilan uchrashgan edim. Ular Iqbal nima uchun Nil sohildan tortib Qashqargacha yoki Qohiradan Qashqargacha deb ishlatmay, so'zliklarni shuncha zo'rlagan holda Nil sohildan tortib Qashqar tuproqlarigacha deb ishlatgan. Buni astoydil muloyiza qilish lozim. Chunki ayni chaqda Misr islom ma'rifining markazi emas, balki Hindiston, Marokash, Tunis, İran qatarlıq nurg'unlagan musulmon davlatlarida bosh ko'tarishga boshlagan yangi davr islomchilik ideologiya iqimining markazi edi.
Şoňa şehirdeki Nil daryosi islomchilik ideologiya iqimiga vakillik qilsa, Qashqarning qurg'oq tuproqlari ayni chog'dagi Qashqarning dal ana shu ideologiyalik uyg'unishga tashna ekanligiga vakillik qiladi. Demak, bütün İslam dunyosi qaytadan islom ideologiyasi atrofiga uyushib, asliga qaytgan ahvolda haramni, ya'ni islom dinini, shundaqla bütün ummatning birdakligini qaytadan barpo qilg'ili bo'ldiganligini o'tirg'a qo'ygan deb so'zlab bergan edi. Buningdan boshqa yana Iqbolning she'rlar to'plamida miski xotan degan so'zningmi bir qancha yerda ishlatilganligini ko'rgan edim. Yig'inchoqlab aytganda, ayni chog'dagi Sharq Turkiston vaziyati va xalqidan xabar bor hamda islom dunyosining g'amini yeganda bizning g'amimizni yeyishni qat'iy unutmagan bir shoir deyalaymiz. Alama Iqbol bilan Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning uchrashishi 1930-yillari bütün Sharq Turkistonda bosh ko'targan ozodlik harakatining rahbarlaridan Xotan fronti bosh qo'mondoni ve 1933-yılı 12 noyabrda kurulgan Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti'nin qurg'uvchi rahbarlaridan biri, shundaqla diniy olim, shoir, yozuvchi, tarixshunos ve ulug' davlat arbobi Muhammad Amin Bug'ra Hazratim 1958-yılı 27 aprelda Pakistanning Lahor shahrida o'tkazilgan Alama Iqbolni xotirlash yig'iniga maxsus taklif bilan qatnashib, Ordu tilda nutq so'zlagan va Alama Muhammad Iqbol bilan ilib borgan uchrashishlarni mundaq tushuntirib o'tgan edi. Tövende Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning shu yig'inda so'zlagan nutqining Uyg'urcha tarjimasini o'z beti diqqatingizga sunamiz. Lahor shahrida o'tkazilgan Alama Iqbolni xotirlash yig'ini. Iqbol bilan bir Turkistonlik ko'chman. 1958-yili 27 aprel. Hürmetlik raislarim ve muhtaram yig'in qatnashuvchilari, marhum Alama Muhammad Iqbolni xotirlash murosimiga qatnashganligimdan his qilayotgan shodligim cheksizdir. Men orducha ancha yaxshi so'z qila olmasligim mumkin. Shundaqdimi sizlarga yanala orducha nutq so'zlashni loyiq topdim. Chunki Pokistonlik ma'lum bir shoirning "Söygünümning tili turkcha, ammo men turkcha bilmayman" degan she'rining nishoni bo'lib qilishni xohlayman. Marhum ustoz Alama Iqbolning dunyoga mashhur islom dunyosini isloh qilish nazariyasining naqadar to'g'ri va zarur bo'lgan bir islohot yo'li ekanligi butun dunyo musulmonlarining nazarida kun sari texmi ro'shanlashmoqda. Chunki uning butun umri bo'yicha ilgari surib kelgan haqiqiy islom nazariyasi, millat nazariyasi, vatan nazariyasi, moddiy va ma'naviy turmush nazariyasi, garchi ba'zi kishilar tarafidan amillashtirish qiyin nazariyalar deb qaralsa-mu, ammo mening qarashimcha musulmonlar Iqbolning hayotga bo'lgan qarashlarini o'zlashtirmay turib va ijtimoiy hayotini uningga ko'ra radga solmay turib, bugungi davrdagi bo'hronlardan qutulishning yo'lini topolmaydi. Bu yillik islom dunyosi sayohatim jarayonidagi ko'zdan kechirganlarimga asosan Iqbolning fikrini o'zlashtirayotganlarning soni intayin tez oshmoqda deyalayman. Eng kuchli umidim shuki, bu oliy nazariya hamon bir kuni amillashidi hamda shu orqali Alama Iqbolning islom tarixiga abadiylashgan katta boylik ekanligi o'tirg'a chiqadi. Men bu yerda Alama Iqbol bilan ko'rishgan chog'imda hosil bo'lgan xususiy qarashlarim va bizning ozodlik ko'rishimizning eng zulmatlik davrida Alama Iqbolning yo'limizga qandoq nurliq chiroqlarni yoqqanligini sizlarga qisqacha so'zlab o'tmoqchiman. Sharq Turkistonda 1933-yildan 1934-yilgacha davomlashgan azodlik urushimiz qonxo'r Rossiyaning aralashvilishi tufaylidan o'z izida to'xtab qoldi va milliy qismlarimiz tarqalib ketdi. Shuning bilan men Hindistondan panohlik tiladim. Bu jarayonda Lahorga kelib, marhum Alama Muhammad Iqbol bilan ko'rishdim. Hicretim jarayonida Himalaya tağlarından ötüp ötüp yazgan bir Arapça şiirimni ustoz Iqbolga taqdim qildim. Ey Himalaya, tur o'rningdan yordam qil bizga. Beshimizga balo ilib kelgan zamonga qarshi.
Chunki sen bizning onamizsan, mangugacha shundoqsan. Biz sening avlodlaring, ey qahramonlarning onasi. degan bu she'rimni o'qib ustoz Iqbol intayin ta'sirlandi. Menga intayin kuyimchanlik bilan tasallilarni berdi. Azodlik ko'rishimizda cho'qim g'alaba qilganligimizdan xo'sh xabarlarni berdi. Nutq jarayonida Iqbolning boshqa nurg'un esil nasihatlarini o'z ichiga olgan she'rlarini yig'in ishtirokchilari bilan birlikda xotirlab o'tish to'limi yaxshi bo'lg'idek deb o'yladim. Ve merhum Allama Iqbolning o'xshash bo'lmagan asarlariga chechilgan bizga munosabatlik she'r durdanlaridan ba'zilarini o'qib o'tdim. Allama Muhammad Iqbol menga nasihat va tavsiyalarni qilgandan keyin Payama Mashriq nomli mashhur asardan bir tom hadiya qildi. Men kitobni ilib darhol ochdim. Tunji bo'lib ko'zimga chiliqqan she'r Hijoz To'ygichining Naqshisi nomli qasidasida o'rin olgan mono she'ri edi. Vataningning yirik qumlari sening putunga go'ya Yasemindur ey Xotan. Kiyiklaringga o'xshash larzon yo'lingni davom qil. Texmo tez qadam tashla, manzilimiz to'limu yaqin. Kitobni tunji varaqlashimda ko'zimga chiliqqan bu she'r menda kutilmagan bir hayajon yaratdi. She'rda men tug'ilib o'sgan Xotan shahrining ismi xitob qilinmoqda edi. Vatanni suyadigan kishiga nisbatan vatanning yirik qumlarining xuddi yumshoq Yasemin guliga o'xshash tasvirlanishi bilan oxiri ishqa oshadigan nishonning yaqinligi haqidagi xush xabar mujassamlashib ketgan edi. Bu she'rni o'qib qandoq cho'nqur hayajonga cho'mganligimni sizlarmi tasavvur qila olasizlar? Biroq hozir shuni afsuslangan holda qistirib o'tayki, bu uchrashishdan bir qancha kun keyin men Hindistonni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Shuningdan keyin marhum Allama Iqbolni qayta ziyorat qilish fursatiga erisha olmadim. Bu yerda Iqbolning mustamlika ostida qolgan turkiy xalqlariga munosabatlik oliy qarashlarni ifodalagan bir qancha she'rni o'qib o'tmoqchiman. Ustoz Allama Muhammad Iqbol Türklikning tushi nomli she'rda Turkiy xalqlarining bu holga tushib qolganligining sabablarini va mubtalo bo'lgan ichinishli holatdan qutulishning yo'lini mundaq tasvirlab berdi. Turklikning tushi nurg'unlagan jaynamozlik va salliliklar qaroqchilik qilyotdi. Nurg'unlagan xristian avlodlari oshko'zlik qilyotdi. Natijada din va millatning kiyimlari parcha-parcha shirtilyotdi. Vatan va davlatning to'ni parcha-parcha titilib ketyotdi. Turklik naqshisi o'qilyotdi. Mening qo'limda faqat musulmonlikla qoldi. Bu nurmu ustiga tushgan axlat chavalar orasida o'chib qolmasa bo'ladi. Samarqand va Buxoro zemini qo'rshovda qolmoqda. Turklik naqshisi o'qilyotdi. Atrofimga qancha uzoqlargacha boqsammi, yana xatar halqisi. Tuyuqsiz Samarqand zemini yeriladi va Temurning maziridan bir nur o'rlab chiqadi. Bu nurning oppoq jilvisiga shafaq rangi aralashgan bir sado o'rlaydi. Men Temurning ruhiman. Gerçi Türk mərtləri qorshavda qolgan bir avlod bo'lsa-mu, Allohning xohishini hargiz qo'rshib olg'ili bo'lmaydi. Acaba Türklikning hayotlik sharoiti shuncha og'ir kunga qoldimi-ki, asr Türklar azod Türklarning himoyasidan mahrum qolsin. Ey islom bayroqdori Türklik, o'zingni qaytadan ratga sol. Dunyoga yangi bir inqilob ulgusini ko'rsat. Allama Muhammad Iqbol yana bir she'rda Turkiston turklarining hozirgi ichinishlik oqibatining asosli sababini tushunolmayotganligini va bu qahramon turk avlodlarining bundoq holga tushib qolganligidan qattiq taajjublanayotganligini ifodalab mundaq deydi. Hech kishi Allohning taqdirining mantiqasini tushunib yetolmaydi
vaholanki Temur türklarining Osmanlı türklaridan hech qanday kamchiligi yo'q edi. Yani bir şehirde Türkistan türklerini çokum Temurning mirasi bo'lgan jasorat, azadlık ve kahramanlıkka o'xshash barliq qimmatli javharlarni izlashga chaqiriq qiladi. Hamda bu qimmatli parlaq tarixiy mirosni unutadigan bo'lsa, insoniy shon sharafidan va butun hayotlik imkoniyatlaridan mahrum qolganligini qattiq eskartidi. Timurning qimmatli miroslarini ko'chaga atgan bir millat ne namrat, ne sultan bo'lib yashashga layoqatlik bo'lolmaydi. Hürmetlik efendiler, Allama Muhammed Iqbalning islom dunyosiga miros qoldirgan qimmatlik hikmat xazinalarini qimmatiga yarasha mahkam bag'riga besish uchun bu yerga to'planganlarning tirishchanligi va jasoratini ko'rib, men bu jasorat oldim. Bu munosabat bilan hammanglarga samimiy tabriklarimni sunaman. Hammanglarga cho'nqur hurmat bilan salom aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetlik radyo anlıqçılar, vaqt münasibeti bilen bu haftalık mülayizeler sayfamızdan anlatışı müşahede ahırlaştı. Kiler qatımlıq anlatışımızda Allama Muhammed Iqbalning Sharq Turkiston haqidagi ko'z qarashlari, nasihat va tavsiyalari, shundaqla e'lon qilgan bayonotlarga maxsus o'rin ajratib qolmasdan, Muhammed Iqbaldan keyingi Pokiston rahbarlarining Sharq Turkistonliklarga tutgan ijobiy va salbiy pozitsiyalari, Sharq Turkistonning ulug'vor rahbarlaridan rahmatlik İsa Yusuf Aliptikin bilan Pokistonning doisi Muhammad Ali Jinnah, davlat raisi general Ayub Xon, bosh ministr Muhammad Ali Bug'ra qatorliqlarning uchrashishi, general Ziyahul Haqning Sharq Turkistonliklarga bo'lgan muhabbati va keyingi Pokiston siyosiy yo'llarining xiyonati qatorliq temalarda anlatishimizni davomlashtiramiz. Əmdə anlaydıqlarınla Ruh Durdanları sahibisi, klassik və hazırki zaman yazğıcı şairlərinin esil əsərləri arqılıq kişilərimizin ruhiyyət dünyasına ləzzət bağışlaş bizning ümidimiz. Sulayman Guvah, Tahir Talib Bektur, Mihman keldi dedi balala. Xush kelibsiz dedim men hem, Dastxonni keng saldım ana, Ahval sorab yana dem. Düşürmedim tördün hiç kaçan, Hem yüzdüm toyup yanğıça, Bağ baramdı oynattım küttüm, U yayredi köngli kanğıça. Qo'saq selib, samirib mi ketdi? Polo güshi yeb bizning legendin. Lekin mehmon tavrimas yana, Eg'iz oshmas qaytish degandin. O'ylab qoldim, qandoq mehmon bu? Ko'rmaganman ketmas mehmonni. Bu mehmonning xulq mijazi hayron qildi tamomı jonni. Keyin uqsam akam iken u, dadam topgan hajga chiqqanda, quchoqlashdik qaytidin uzoq, echilmagan sirni uqqanda. O'gay onam yo'llabdi uni, otang qaytgan yo'lda chopqin deb, abi zamzam ilib ko'ziga, inilerinin öğün tapqın dep, umu tördün düşmedi keyin. Men yetküzdüm tuqqanchilikni, tap qilsa g'ingpin qilmadim, sir tutmadim bir tal tarixni. Mana hozir men ona mehmon, qo'rini men o'z uyimdimi? Onun ecri köptek bilinur, hatta işken çay suyumdu mu? Gah Farisi, gahi Arabi, sözleydi u, köndüm memmehem. Akıl onun
qol meningdin, xo'sh deyman anga dam-mudam. Men mushundoq avlod ekanman. Ko'nglimmi oq, bo'ynimmi yumshoq, ishonmasang Sulaymon guvoh, qishlog'imni bo'laman qo'ndoq. Alatga yiqilgan o't yuragimizni ko'ydirayotgan bo'lishi mumkin. İnşallah ümmeti İslam bunu bilip yetti ve dualarda buldu. Ama dünyada şu kadar süyümlük ve kengri ketken şerqdeki mervayet, İslam çegirsinin Allah'ın düşmanları için kalkan bulgan, Şarkı Türkistan ve onun süyümlük Müslümanları için bulgan dualar gün sıra yo'qolmoqda. İslam ümmeti bugünkü günde Şarkı Türkistan'daki buluvatkan zulümlerinin hiç qaysidan habersiz kalmakta. Bununla biz Türkistan'ın özde çoğun bulup, nenini yap, suyunu içken milletler sebepçimiz. Hatta biz dualar arasında özümüzün ibadetimizdeki baş tartalmaz vazifemiz bolgan, Şarkı Türkistan tuprağını qaytırıp ediştek uluq pariz ibadetini unutup ketişki başlavatımız. Toğra, yaq dep cevap berip, kapağınızını türüşünüzni bilemen qeyrildişim. Ama hakikat şu ki, Şarkı Türkistan davası 2012 yıldan beri hakikaten arkaga çekinişke başladı. Hatta her qaysi partiya ve guruhlardaki keynigi çekiniş haleti yukarı götürülüp, Xitay tajavuzçilari bizni maymun usuliga silip, o'yintalaydigan algı keldi. 2012 yıldaki zor köçüşke yaxshi hamkorlashib, vatandan büyük arzular bilan chiqqan Uyg'ur musulmonlar karvanı nurg'un issiq soğuqni boshdan kechirib, sizilgan siziqlar bo'yicha Sham va Iroqqa yetib bordi va bu yerdagi to'rlarga chiroyliqcha o'zi kirib, ovchini saqlab turgan toshqon bo'lib berdi. Avrupa'da yaşavatkan şereflik ziyalilerimiz, Avrupa'nın ıssıq yotkanlarında Türkistan'ın soğuk kışlarını unutup, bazı bir hayacanlansa, vatanım deb şiir yazıp, bolmasa başkalarını vatanga iş kılmaydı, döt, sapasız deb tıllaşlar bilen gün geçirmekte. Hakikat şu ki, Türkistan Müslümanları ağır unutilishga başladı. Bunun hesabı Halep'nin köyünden mi yaman oldu? 20 milyon Müslüman biz tarafga gözleri bilen tikilmekte. 20 milyon ehli sünni. 20 milyon ilahi çakırıqның nuruga teşna, gubarsız Müslüman halk. 20 milyon İslam dininden bulak içişke teşna halk. Bizni saqlamakta qarindoshim. Çaşları kapqarı dadam, yüzleri nur anam, bizni saqlab bir cüp qeyri toğraqqa aylanıp qalmaqda. Yürekleri su bulup, keçileri jığıda cay namazlarını yol qılmaqda. Qinisile ey erkekler! Her vakit qinisile erkekler degen çığımda nomus qılman. Nemişqimi erkekler çaqırıldı hemmige edip. Bolmasa sizlarni avar qilib erkeklar demasdim. Ey musulmon qarindoshim, Türkistan ingrab yig'lamoqda. G'ayriblar shundoq kishilarki, ular bir balini beqib cho'ng qilib, xo'shaligini ko'rmasdan uning yiroqdagi ovozini bir anglashga tashna bo'lib namozlarda yig'lab, izlib ketganlardir. G'ariblar shundoq kishilarki, kafirlarning dashtidan qo'rqib, jiroqlarga qochgan hamshirimizning yolg'iz qilib, oxirida yana shu kafirning qo'liga tushib qilib, o'z o'limini Rabbidan tilashidir. Alep köymekte. Ama Türkistan istüteksiz köyüp kül buluşqa az kaldı. Ahırkı ümidini çoğqa aylandırıp, öçüp qilishdan qutulishqa tirishmoqda.
uningdagi kichik sabiyalar Uyg'urcha kiyimni o'z rayi bilan kiyolmay, yot dindagi nomussizlardan bo'lishga zo'rlanmoqda. Arsida sizning bolangizmi bor aqjan? Mazlumlarga duo eng yaxshidir. Keling, mazlumlarning eng mazlumi esil xalq Turkiston musulmonlari uchun haqiqiy yosh to'kizib duoda bo'laylik. Misr ve Tacikistonda mazlum sing'illarimizning nohaqli kofirdan qutulib chiqib, dinini o'rganishga qadam qo'yganda, kofirlar tarafidan qattiq bostirishga uchrayotganligidan xabardor bo'ling. Va duo qilingki, ey singlim, yuzingga qanday qarashni bilmayman, ammo seni haqiqiy yordamching Rabbimizga topshiraman deb bo'lsa-mu duo qiling, suyimli erkak. Keling, duo qiling va yig'layverin. Nomusingiz uchun yig'layverin. Saltanatlik tariximizning shon-shuhrat va ibrat bilan to'yingan sahifalari orqali angluvchilarimizga kashmishlardan uchur berishni maqsad qilgan Kashmish va ibrat sahifasi siz bilan birga. Assalomu alaykum, hurmatli radio angluvchilar. Men Uyg'ur Nidosi Tor radiosi Kashmish va ibratlar sahifasining riyosatchisi Qaraxon. Bu haftalik Kashmish va ibratlar sahifamizda Muhammad Amin Bug'ra asarlari nomli tarixiy asarni anlatishni davomlashtiramiz. Bu kitob marhum Muhammad Amin Bug'ra vafotining 50 yilligiga bag'ishlandi. Nashrga tayyorlovchi Abdujelil Turan. Talabnomamizning nusxasini 1944-yili 10-oyning 13-kunidagi Chinda eng ko'p o'qiladigan Dagunbo gazetida e'lon qildik. Talabnomamiz gazeti e'lon qilingandan keyin Çin jamoat fikrida buyuk bir hayajon qo'zg'aldi. Mutaassib o'qituvchilarimiz bizga qattiq radiya berib, yuqorqi hayajonni yo'qotishning chorasini izlashga boshladi. Bu choraning jamoat fikriga matbuot orqali bizning o'tirg'a qo'ygan fikr va ko'z qarashlarimizni yolg'on ko'rsatadigan dalillarni o'tirg'a qo'yishdan iborat bo'lishi tabiiy edi. Bunun uchun Çingofu boshliq o'qituvchilarimiz Çin tarixi, Turkiston tarixi va siyosati mutaxassisi deb atalgan professor Li Dongfangni bizga qarshi matbuot ko'rishi uchun maydonga chiqardi. Professor Li Dongfang Markaz gazetida uzun bir maqola e'lon qildi. Professor Li Dongfang maqolasida bizning loyihamizdagi turkchilik fikrimizni, yurtimizni Xinjiang demay Turkiston deb atalishi to'g'risidagi talabimizni va muxtoriyat talab qilganligimizni har xil dalillar bilan rad qilishga kirishgan edi. Men bu maqolani jumla rad qilib, o'z ko'z qarashlarimizning dalili uchun yangi dalillar bilan maqola yozib, Markaz gazetida e'lon qildim. Professor Li Dongfang maqolamga javoban ikkinchi maqolasini e'lon qildi. Men uni rad qilib, texmo tafsili yana bir maqola e'lon qildim. Bu qalam ko'rishi biz uchun ko'p foydali bo'ldi. Chunki buningda tarafdor, betaraf va o'qituvchi Çin shaxsiyatlari meni g'olib va Li Dongfangni mag'lub deb baho berdi. Çinning cho'ng olimlari va siyosiy shaxsiyatlaridan mashhur Janbozan, mashhur yozuvchi Gomoro, professor Deng Chumin va professor Ma Zhongying boshliq ko'p kishilar uyimga kelib meni tabrikladi. Doktor Sun Fu, men buningdan keyin sizni turk deb atayman dedi. Çin taftish mahkamasi boshlig'i
Yo'yo'rin talabingizning amalga oshishiga qo'shila olmasammi, kuchlik ilmiy paketlaringiz oldida hurmat bilan egilaman dedi. Bu qalam ko'rishimiz tugamayla Chengdu shahrida ikki oliy maktab o'quvchilari namoyish o'tkazib, hukumatga 9 moddalik talabnoma sundi. Buning 9-moddasida Turkistonga muxtoriyat berilishi talab qilingan. O'qituvchilarimizga kelsak, Gomindang rahbarlaridan partiya tashkilot ministri Qin Lifu meni va Isa apandini ministerlikka chaqirib, qalam ko'rishimizni to'xtatishimizni talab qildi. Men shu javobni berdim. Millatimiz va xalqimizning qonuniy huquqlari masalasida bizga qarshi elib berilgan kurashda mudofaa vaziyati elishga majburmiz. Agar qarshi taraf hujum qilmasa, biz hujum qilmaymiz. Minister Professor Lee amdi yozmusun. Sizningmi buningga bir narsa yozmasligingizni so'rayman. Yurt va millat haqidagi fikrlaringizni hukumatga berish foydaliroq bo'ladi dedi. Men qabul qildim. 2 kundan keyin mazkur ministerning bosh kotibi Lao Mixuan apandi bizni bir yemek ziyofatiga chaqirdi. Bardik. Ziyofat zalida bosh kotib Lao yüzü kulib turgan, ammo bak xijil bir kishini bizga tanishtirib, professor Li Dongfang ekanligini aytdi va bu ziyofat ikkinglarni do'st qilish uchun o'rinlashtirilgan edi. Ikkinglarning qalam ko'rishi Çinning ziyoli kishilarga Sharqiy Turkiston haqida ko'p bilimlar beg'ishladi. Agar do'stlik va birlikda ishlaydigan bo'lsanglar, texmi ko'p foydali bo'ladi dedi. Professor Li Dongfang bilan qo'l elishib qizg'in ko'rishdik. Professor Li o'z og'zi bilan mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. 1944-yili 10-oyda başlagan qalam ko'rishi 1945-yili atiyozda oxirlashdi. 1944-yilning oxirlarida Turkistonning shimolidagi Ili, Cho'chak va Altay viloyatlarida Çinga qarshi inqilob qo'zg'alib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati e'lon qilindi. Bu inqilob bizning Çin markazidagi qalam ko'rishimizga ma'naviy kuch bermoqda edi. Ko'rishimizdagi g'olibiyat va yurt ichidagi inqilobning o'qituvchilarini ojizlashtirib, bizga jasorat berganligi bek ochiq bir haqiqat edi. Biz bu fursatdan foydalanib 1945-yili 3-oyning 13-kuni Marshal Jiang Kaishi bilan ko'rishdik va Sharqiy Turkiston haqida uzun bir muzokara qilish orzuyimizning borligini bildirdik. Marshal nihoyatda xushallik bilan qabul qildi va bir hafta ichida bizni muzokara uchun da'vat qiladiganligini aytdi. 18-mart oqshimiga ziyofat da'vati keldi. Mazkur oqshomda Isa apandi bilan ikkimiz bordik. Da'vat xususiy bo'lib, Rais Jumhur, bosh kotibi, ichki ishlar ministri va Mong'ol Tibbat komiteti raisidan boshqa odam yo'q edi. Rais Jumhur bütün söz ve talablaringlarni hech tortinmasdan so'zlanglar. Balki Turkiston masalasini hal qilishga yaraydigan bir natijaga boramiz dedi. Men turkcha so'zladim. İsa apandi Çincha tarjima qildi. Oldi bilan Çinning Turkistondagi taxminan 2 asrlik hokimiyati tarixini, bu davr ichida Çin amaldorlarining zulmlarini va bu zulmlarga qarshi Turkiston xalqining 36 qitimlik qonliq inqilobini so'zladim. Uningdan keyin Turkiston masalasini hal qilish choralarini so'zladim. Marshal so'zlarimni nihoyat diqqat va sabr bilan angladi. Muzokara 3,5 soat davom qildi. Oxirida Marshal bu suhbatdan mamnun bo'lganligini aytdi va haqiqatni ochiq so'zladingiz. Bugungi og'zaki talablaringlarni yezib menga rasmiy shaklda beringlar. Yaqinda ichiladigan Gomindang partiyasi umumiy qurultayida muzokaraga qo'yib, bir natijaga yetkazayli, dedi. Marshalning bu so'zdan biz cho'ng umidlandik va darhol ishga kirishib, uzun bir kirish so'z va 16 moddalik bir loyiha hozirlab 29-martda Marshalga yo'lladik. Bu loyihada asosiy maqsad milliy muxtoriyat talabi.
Türkistondagi inqilobchilar bilan Turkiston va Chinga foydaliq sulh qilish talabi va Turkistonning sobiq zolim valisi Shingsega jazo berish talablari edi. 4-ayning 6-kuni 1200 kishilik zalda ochilgan partiya umumiy qurultiyiga Chindagi turkistonliklardan meni, Mas'ud Apandini va Yo'lvos Begni qatnashtirdi. Marshalga bergan loyihamizning qurultayga berilish umidi bilan 5 kunni o'tkazdik. Oxiri bu loyihaning qurultayga berilmaydiganligini anglab, darhol loyihadan bir nusxa tayyorladim. Çin qurultaylari qonunida a'zolardan 40 kishi qo'l qo'ygan loyihani majlisda e'lon qilishga va muzokaraga qo'yishga qurultay riyosat hay'ati, yig'inga riyosatchilik qilish hay'ati majbur edi. Shuning uchun loyihamizga qo'l qo'ydirish uchun tonimagan a'zolarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Har kishi qo'l qo'yishdan qochmoqda edi. Ko'p qiyinchiliklardan keyin Tibet Mo'ng'ul komiteti, chet eldagi Chin muhojirlari vakillari va ba'zi ziyolilardan 42 kishiga qo'l qo'ydirib, majlis riyosat hay'atiga berdim. Majlis riyosat hay'ati ilojsiz loyihamizni e'lon qildi. Chegara o'lkalari siyosiy komiteti ismli bir majlis komiteti qurilib, loyihamiz mazkur komitetga havola qilindi. Majlis riyosat hay'atidagi Doktor Sunfuning tashabbusi bilan biz Turkistonliklardan 3 a'zo komitetga qatnashdik. Komitet 4 qitim yig'in o'tkazdi. Nihoyatda qattiq talash-tortishlar bo'ldi. Natijada ko'pchilik bizning foydamizga ovoz berdi. Majlis riyosat hay'ati komitetining bu qarorini qurultayga qo'yishga chidamay, Oliy komitet nomida 60 kishilik bir komitet tashkil qilib, loyihamizni bu komitetga topshirdi. Bu komitetda harbiy ministr general Bey Jungshi, ma'rif ministri Zhu Jiaohua, ijtimoiyat ministri Go Jingguang, Kuomintang partiya bosh kotibi general Wu Tiqing, xalq siyosiy majlis bosh kotibi Shao Lizi va Hindistonda turishliq bosh elchi Lu Chaolun qatorliq muhim davlat arboblari bor edi. 4-ayning 15-kuni komitet majlisi ochildi. Shao Lizi raislikka saylandi. Shao Lizi bizga tarafdor demokrat bir kishi edi. Rais meni so'zga taklif qildi. 1 soat so'zlagan so'zimda loyihamiz haqida yetarli izohat berdim. Mendan keyin general Bey Jungshi, general Wu Tiqing, Go Jingguanglar so'z elib loyihamizni qo'lladi. Lu Chaolun so'z elib loyihamizni shiddat bilan rad qildi. Men Lu Chaolunga javob berish uchun so'z haqqi talab qildim. Lekin Lu Chaolunning xonimi so'z qilishni talab qilganlikdan navbatni u xonimga o'tindim. Xonim erining so'zini rad qilib, loyihamizni qo'lladi va qattiq kulka, olqishlar bilan qarshilandi. Mening so'z qilishimga hojat qolmadi. Loyihamiz Lu Chaolunning qarshi ovozi va 59 qabul ovoz bilan ma'qullanib, riyosat hay'atiga qaytarildi. 4-ayning 16-kuni loyiha qurultayda o'qildi va guldiras olqishlar bilan qabul qilindi. Marshal Jiang Kaishi darhol loyihamizni qo'lga elib bir qancha daqiqa bir nimalar yozdi va takror o'qishga buyurdi va o'qildi. Muxtoriyat va buningga munosabatli moddalarni o'chirib Turkiston xalqining tiliga va diniga hurmat qilinadi. Iqtisodiy va madaniy ishlarga yordam qilinadi deb yozilibdi. Bu o'qilganda bek oz kishilar chavoq chaldi. Majlisning havosi intayin sovuq bir tus oldi va majlis raisi darhol yig'inni to'xtatganligini e'lon qildi. Men majlis raisining oldiga berib, marshalning qonunga rioya qilmagan bu qiliqiga norozilik bildirdim. Rais qo'rqinchi bilan menga tasalli bermakdan boshqa gap qila olmay, o'rindan turib chiqib ketdi. Ma'lum bo'ldiki, bizga o'qituvchi bo'lgan mutaassib unsurlarning ta'siri ostida kelib,
bizga bergan va'dalardan yenilishga majbur bo'lgan Marshall loyihamizni amaldan qoldirish uchun bütün choralarni qo'llangan ekan. Maqsadi hosil bo'lmaganlikdan diktatorlik yo'li bilan loyihani amaldan qoldirishga jiddiy qaror bergan ekan. Atsi riyosat hay'atiga rasmiy norozilik maktubi topshirdik. Riyosat hay'ati rasmiy javob bermadi. Faqat riyosat hay'atidan 2 kishi ig'iz orqali afsuslanganligini bildirib, kelgusida sizga ko'p fursatlar keladi deb tasalli bergan bo'ldi. Bu qurultayda yuz bergan yana muhim bir hodisani bayon qilishni lozim ko'rdim. 4-oyning 18-kuni tushdan keyin Mas'ud apandi so'zga chiqdi. Sözüde 1934-1944 yılları arasında umumi vali ve başkomandan bolgan Şingsey'nin zulümlerini nihayeti tesirlik ve fasahatlik sözler bilen anlattı. Sözünün ahırda bir çinlik bolgan bu valinin Türkistan halkıga kılgan 10 asli tekstde 41 yıllık vahşiyane zulümleri Çin milletinin 5000 yıllık medeniyet tarihinin yüzüge öşmez bir qarıdağ çapladı. Acaba Çin milleti bu qarıdağını öçürüp taşlaş üçün gayret kıla alamı? Dedi. Meclistin güldüras alkışlar ve dehşetlik feryatlar götürüldü. Meclis tertibi bozuldu. Her taraftan Şingsey'ge ölüm diyen avazlar yanıraşkı başladı. Meclis reisi 15 minutta oran tertibini asliga keltiraladi ve dam elish e'lon qildi. Shuni unutmaylik ki Shinseymu a'zolik sufati bilan meclisda bor edi. Biz dam elish asnosida o'rnimizdan qo'zg'almadik. A'zolarning bizni yana so'zga chiqib izohat berishimizni talab qilgan istak qog'ozlari yog'moqda edi. Şunun üçün yığın başlanganda Mas'ud efendi söz talep kıldı. Bu çağda Shinseymu söz talep kıldı. Biz Türkistanlık azalar Shinsey'ge senin söz kılış hakkın yok dep vaqırdık. Meclis azalarından 200'dek kişi turup Shinsey'ge ölüm dep gavga çıkardı ve bir qancha yaş azalar Shinsey'ge hücum kıldı. Derhal amallık saqlıqçılar meclisga kirib hücumni to'xtatdi ve Shinseyni meclisdan elib chiqib ketdi. Atsi Marshall Jankeychi so'zga chiqib, Shinsey bo'lsa Turkistonni markaziy hukumat uchun qo'g'digan ve markazga 50 ming sar oltin bergan bir kishidir. Shuning uchun a'zolarning uningga qarshi bo'lgan harakati xato dedi. Marshall sözünü tügütüşü bilenla biz meclisden çıkıp kettik. Tushdan keyinki yig'inga bir norozilik bayonoti tayyorlab bordik. Maqsadimiz bu norozilik bayonotini meclisga topshirib, meclisga qatnashmaydiganligimizni e'lon qilganligimizni bütün a'zolarga bildirib chiqib ketish edi. Lekin Yolvas Bey meseleni General Beyjongshinga aytib qo'yibdi. Mas'ud Bey ve men meclisga kirishimizga General Bey yenimizga kelib, norozilik bayonotnomasini bermasligimizni ve meclisga qatnashishni davomlashtirishimizni talab qildi. Yolvas Bey generalning talabini darhol qabul qilib, o'rniga berib o'ltirdi. Men chin turdim. Mas'ud Bey aniq pozitsiya bildirmedi. Demek men yalğız kaldım. Bu çağda meclis qo'ng'irog'i chelindi. Men meclis zaliga kirib, rais o'rindiqining oldida turdim. Rais yig'inni boshladi. Bu çağda men o'ttirdagi yo'ldan menib, eng orqadagi eshikdan chiqib ketdim. Bu harakatim bilan ig'izda yig'inga qatnashmaydiganligimni e'lon qilganga o'xshash bir uqum paydo qilgan bo'ldim. Mendek bir odamning chiqib ketishi hech kimning parvoyiga kelmaydiganligini bilatdim. Lekin o'z xiyolimcha
vatanim uchun bir sharaf namoyishi qilishni lozim ko'rib, oqibatining nima bo'lishini o'ylamay bu harakatni qildim. Shu oqshimi Marshal Jankeyshi tarafidan bizni ziyofatga chaqirgan da'vat qog'ozi keldi. Ziyofatga bormaslikka qaror qildim. Bu chaqda bir necha do'stlarim kelib, mening bu ziyofatga berishim kerakligini aytdi. Chunki Marshal tunugunki nutqi haqida izohat berish uchun 1000 kishilik bir ziyofat o'rinlashtirgan ekan. Bizga izohatni anglab yiqish kerak deyishdi. Ertesi kechda ziyofatga bordik. Marshal bizni o'zi yuqorida o'ltirg'izib, go'yo bu ziyofat bizning sharafimizga berilganligini ko'rsatgan bo'ldi. Marshal nutq so'zlab bizga o'zini aytdi va Turkistonga tavajjuh alayda e'tibor beradiganligini bildirdi. Bu ziyofatning maqsadi mening majlisdan chiqib ketganligimning a'zolar orasida va xalq ichidagi afkor ommada hayajon paydo qilishning oldini olish edi. Bu voqeadan umid qilgan natija chiqmagan bo'lsa-mu, afkor ommada shu ikki xil ta'sir paydo qildi. Birinchi, Turkiston masalasining Çin afkor ommasidagi ahamiyatsiz ko'rinishi yo'qolib, Çin siyosatida intayin muhim bir masala bo'lib maydonga chiqdi. Ikkinchi, Xinjiangga qarshi nafrat tuyg'usining kuchayishini paydo qildi. Kuomintang partiyasi ijroiya va taftish a'zolarini saylaganda Xinjiang fikr birligi bilan ijroiya hay'at a'zoligidan elib tashlandi. Qadrli radio anglag'uchilar, keşmiş ve ibret sahifimiz mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglab berganinglarga rahmat. Keyingi hafta ko'rishayli. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu haftalik anlatışımız vaqt münasibati bilan mush yerda oxirlashdi. Keyingi haftalik anlatışımızda görüşeyli. Xayr xo'sh.